Assalomu alaykum hammaga, sog' salomatmisizlar? Ispaniyani faxri haqida gaplashamiz bugun. U ham bo'lsa Murciano Granadina echkisi haqida. Meni bilganim, bu echkilarning suti juda ham mazali bo'ladi. Biz o'tkazgan echki ishqibozlar o'tkazgan musobaqalarda asosan shu zotning sutlari birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallagan. Bular aynan O'zbekistonga o'tgan yili adashmasam kirib kelgan. Mana ajoyib va g'aroyib bular. Go'dasi unaqa katta bo'lmaydi bularni. Suti juda ham shirin, mazali va yog'liq bo'ladi. Pishloq ishlab chiqarishda ishlatiladi asosan sutlari. Nasiy bo'ladi. Murciano Granadino qanaqa bo'ladi zotsa, mana shunaqa bo'ladi azizlar. Shu quloqda birkasi bor, Ispaniyadan kelgan ekan. O'tgan yil adashmasam kelgandi, shu Surxondaryoga kelgandi o'sha partiyadan. Orqasiga shoxlisi bu shu yerda tug'ilgan ekan. U ham bitta uloqcha tuqqan, mana shu uloqcha.